8-sinf O'zbekiston tarixi 2-mavzu Movarounnahr va Xorasondagi siyosiy vaziyat. Movarounnahrda Temuriylar o'rtasidagi o'zaro kurash. Amir Temur vafotidan so'ng toju taxt uchun olib borilgan kurashlarda oxir-oqibat uning kenja o'g'li Shohrux Mirzo g'olib chiqdi. Shohrux Mirzo davrida Temuriylar saltanati amalda 2 mustaqil davlatga bo'lib boshqarildi. Ularning biri Xuroson poytaxti Hirot, ikkinchisi esa Movarounnahr poytaxti Samarqand davlatlari edi. Xurosonda Shohrux Mirzo, Movarounnahrda esa o'g'li Mirzo Ulug'bek hukmronlik qildi. Mirzo Ulug'bek o'limidan so'ng Movarounnahrda toju taxt uchun o'zaro kurash kuchaydi. Bu kurash oxir-oqibat 1451-yilda Mironshohning nabirasi Sulton Abu Said Mirzo Abulxayrxon yordamida g'alaba qozondi. 1458-yilda Xuroson hukmdori Abulqosim Bobur vafot etgach, Xurosonni ham egalladi. 1469-yilda Abu Said Mirzo avval Temuriylar tasarrufida bo'lgan Eronning g'arbiy qismini egallab olgan oq qo'yunlilarga qarshi kurashda halok bo'ldi. Bu halokatdan so'ng Movarounnahr uning o'g'illari hukmdor bo'lgan amalda 3 mustaqil davlatga bo'linib ketdi. Chunonchi Samarqandda Sulton Ahmad, Farg'onada Umarshayx Mirzo, Hisor, Xuttalon va Badaxshonda Sulton Mahmud Mirzo hukmronlik qildilar. Shunday bo'lsa-da, Sulton Ahmad rasman Movarounnahr hukmdori hisoblanardi. Uning davrida aholi tinchlik va osoyishtalikda yashadi. Uning vafotidan so'ng Movarounnahr taxtini ukasi Sulton Mahmud Mirzo, 1495-yilda esa o'g'li Boysung'ur Mirzo egalladi. Tez orada Movarounnahr taxti uchun kurashga Farg'ona hokimi Bobur Mirzo ham qo'shildi. U 1497-yilda Boysung'urni qal'aga yashirinishga majbur etdi. Bu vaqtda shahar ichida oziq-ovqat tanqisligi vujudga kelganligi tufayli Boysung'ur askarlari orasida parokandalik ro'y berdi. Qamalga bardosh berishga ko'zi yetmagan Boysung'ur Turkistonda Yassida turgan Shayboniyxondan yordam so'radi. Shayboniyxon qulay fursatdan foydalanib tez orada Samarqandga kelib Boburni sarosimaga solib qo'ydi. Buning ustiga Boburning askarlari sovuq tufayli tevarak atrofdagi qishloqlarga tarqalib ketgan edi. Oz sonli askar bilan Shayboniyxonga yuzma-yuz kelish xatarli edi. Lekin bundan boshqa yo'l ham yo'q edi. Bobur bor askarlari bilan dushmanga qarshi chiqishga majbur bo'ldi. Biroq kutilmaganda Shayboniyxon shahar ichkarisiga qarab yurdi, lekin Boysung'ur uni shaharga kiritmadi. Chunki Boysung'ur uni shahar tashqarisida bo'ladigan jangda ittifoqchi bo'lishga taklif qilgan edi. Bundan ranjigan Shayboniyxon Turkistonga qaytib ketdi. Samarqand qamali 7 oydan ziyod davom etdi. Shayboniyxondan yordam ololmagan Boysung'ur qochib ketishga majbur bo'ldi. Bobur esa Samarqand taxtini egallashga muvaffaq bo'ldi. U bobosi Amir Temur taxtining sohibi deb e'lon qilindi. Biroq sohiblik uzoqqa cho'zilmadi. Bunga Boburning dushmanlari Farg'ona taxtiga ukasi Jahongirni o'tqazish uchun ko'targan isyon sabab bo'ldi. Vujudga kelgan harbiy-siyosiy tanglikni tushungan Bobur qanday bo'lmasin Farg'onada hokimiyatni saqlab qolishga qaror qildi va Samarqandga o'zbeklardan birini qo'yib Andijonga qaytishga majbur bo'ldi. Boburning yo'qligidan Boysung'urning ukasi Sulton Ali Mirzo foydalanib qoldi va 1498-yilda Movarounnahr taxtini egalladi. 1500-yilda aka-uka Bobur va Jahongir Mirzolar o'rtasida sulh tuzildi. Unga ko'ra Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bo'lgan Jahongirda va daryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan Boburda qoldi. Amir Temurning 4-o'g'li Xuroson hukmdori Shohrux Mirzo 1447-yili vafot etgach, toju taxt uchun kurash avjiga chiqdi. Natijada Xuroson davlati 11 qismga bo'linib ketdi. Ularning har biri amalda mustaqil davlatlar edi. Va nihoyat 1458-yilda Amir Temurning 3-o'g'li Mironshohning nabirasi Sulton Abu Said Mirzo Temuriylar davlatini bir qadar birlashtirishga muvaffaq bo'ldi.
1469-yili Abu Said Mirzo halok bo'lgach, Amir Temurning ikkinchi o'g'li Umar shayxning nabirasi Sulton Husayn Boyqaro Xuroson taxtini egalladi. Salkam 40 yil hukmronlik qilgan Sulton Husayn Boyqaro davrida ham mamlakatda to'la osoyishtalik o'rnatilmadi. Shunday bo'lsa-da, Xuroson davlatining xo'jalik va madaniy hayoti ancha yuksaldi. Mamlakat obodonchiligi yo'lida katta ishlar amalga oshirildi. Movarounnahrga nisbatan siyosiy barqarorlik ta'minlandi. Bunda Husayn Boyqaroning hukmdorlik salohiyati muhim o'rin tutdi. Vazir Alisher Navoiyning xizmatlari ham benihoya katta bo'ldi. Biroq Husayn Boyqaro bilan o'g'li Badiuzzamon o'rtasidagi munosabatlarda keskinlik vujudga keldi. Bu holat ota va o'g'il o'rtasiga nizo urug'ini sochgan qora kuchlarning Badiuzzamonning 11 yoshli begunoh o'g'li Komil nabira Alisher Navoiy chuqur e'tiqod qo'ygan Mo'min Mirzoning qatl etilishiga erishganlaridan so'ng yanada kuchaydi. Qora kuchlarning maqsadi taxtga Boysung'urni emas, uning o'gay ukasi Muzaffar Husaynni o'tqazish edi. Badiuzzamon oqil va tadbirkor, harbiy salohiyati yuqori, adolatpesha shahzoda edi. U o'z saroyida olimlar, shoirlar, ulamolar, san'atkorlarni yig'ib anjumanlar o'tkazardi. O'zi ham go'zal g'azallar bitardi. Ulug' Alisher Navoiy uning bu fazilatlariga juda yuqori baho bergan. Otasi Sulton Husayn Boyqaroning Muzaffar Husayn Mirzoga nohaq yon bosishi, o'g'li Mo'min Mirzoning qatl etilishi oxir-oqibat Badiuzzamon va otasi o'rtasida urush keltirib chiqardi. Urushda Badiuzzamon yengildi. O'zaro qirg'in-barot urushlar oxir-oqibat sulh tuzish bilan yakunlandi. 1506-yilda Sulton Husayn Boyqaro vafot etdi. Shundan keyin mamlakatda qo'sh hokimiyatchilik vujudga keldi. Badiuzzamon va Muzaffar Husaynlar bilan bir vaqtda hukmdor deb e'lon qilindilar. Bu esa shuningsiz ham og'ir kunlarni kechirayotgan Xuroson davlatini parokandalikka olib keldi. Temuriylar saltanatida boshlangan toju taxt uchun ayovsiz kurash oqibatida saltanat inqiroziga yuz tutdi. Natijada ko'pdan buyon Temuriylar saltanati hududlarini egallashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan Muhammad Shayboniy xonning Movarounnahr va Xurosonni egallab olish uchun qulay sharoit vujudga keldi. 1447-yil Shohrux Mirzo vafot etdi. 1458-yil Sulton Abu Said Mirzo vaqtincha bo'lsa-da Temuriylar saltanatini birlashtirdi. 1506-yilda Husayn Boyqaro vafot etdi. Xurosonda qo'sh hokimiyatchilik vujudga keldi. Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.